Hürmetli radio anlıqçı dostlar. Anlavatqanыңlar Fransiya yazğıçısı Jules Verne'nin Şinjan Güzel Sanat Fotosurat Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Yer şarını 80 gündə aylanish nomli əsəri. 10 dekabr günü tushdan keyin soat 4da poyezd Chikagoga yetib keldi. Bu shahar xarablikdan keyin qurilgan bo'lib, Michigan ko'li bo'yida ilgirkidan hayvatlik qad ko'tarib turadi. Chikagodan Nyu-Yorkqa faqat 900 mil oraliq bo'lib, u yerga mang'ilgan poyezdmi ko'p edi. Fogapandan poyezddan tushgandan keyin darhol Nyu-Yorkqa boradigan yana bir poyezdga chiqdi. U Pittsburgh, Wayne, Chicago temir yo'l shirkatiga tava tez poyezd bo'lib, ayol bo'lmayla poyezd vagonlarini so'rab menib ketdi. Poyezd şoförü Fogapandimning vaqtini yana qo'ldan berib qo'ysa bo'lmaydiganligini tushungandek, motorning quvvatini oshirib butun surat bilan olg'a qarab ketayotdi. Ular chaqmoq tezligida Indiana shtati, Ohio shtati, Pensilvaniya shtati, Yangi Jersey shtatlaridan o'tdi. Yana bir qism qadimiy nom qo'yilgan shaharlardan o'tdi. Bu shaharlarning ba'zilarida faqat ko'cha bilan tramvayda bo'lib, texnik qurilishlar yo'q edi. Yo'lovchilar oxir Hudson daryosini ko'rdi. 11 dekabr kuni kech soat 11dan chorak o'tganda poyezd Hudson daryosi bo'yidagi bekatga kelib to'xtadi. Ya'ni Cunard kiyimsizlik shirkatining yendiki bekatda, mundaqcha aytganda, Angliya va Shimoliy Amerika xonjamati kiyimsizlik shirkati pristoniga yetib keldi. Afsus, Liverpoolga mang'adigan Junxo nomli paraxod 45 minutning oldida Nyu-York portidan ayrilgan edi. Junxo nomli paraxod Filia Fogapandimning eng oxirgi ozg'ina umidini birga elib ketganini qiladi. Amaliyotda Amerika bilan Yevropa oralig'ida bevosita qatnaydigan paraxodlar mayli Fransiya Atlantik okeanidan o'tish shirkatining yo'lovchilar paraxodi, Oq Ushqun liniyasining yo'lovchilar paraxodi, Inman shirkatining paraxodi va yoki Hamburg liniyasi hamda boshqa yo'lovchi paraxodlari bo'lsin, hech qaysi Fogapandimning planini amalga oshirishga yordam qilolmaydi. Fransiya Atlantik okean shirkatining Perer nomli paraxodi bu shirkatning oliy darajali paraxodi bo'lib, uning tezligi boshqa har qanday shirkatning paraxodlaridan qilishmaydi. Har qanday paraxoddan rahat edi. Ammo bu paraxod o'ginlikka, ya'ni 14 dekabr ondan yo'lga chiqadi. Ya'ni kelib Hamburg liniyasidagi paraxodlarga o'xshash Liverpool yoki Londonga bevosita mangmaydi. Balki Havriga boradi. Havridan Janubiy Amputongacha aylanib menish uchun qo'ldan berib qo'ygan vaqt Fogapandimning eng oxirgi tirishchanligini butunlay nolga tang qilib o'tadi. Inman shirkatining paraxodlarini tilga elish behojat. Onun Parij nomli paraxodi 2 kuni yo'lga chiqdi. Shundaqla bu shirkatning paraxodlari faqat ko'chmanlarni to'shaydi. Paraxodlarning motori kichik bo'lib, dengizda yurganda yerim motorga, yerim yelkanga tayinladi. Shunga surati asta edi. Bu paraxodlarga o'ltirib Angliyaga borguncha ketgan vaqt Fogapandimning qimirga qoldirib qo'ygan vaqtidan jiq eshib ketadi. Bu ahvollarni Fogapandim bashqoldek biladi. Chunki u piratcha tuzgan Yevropa quruqligidagi poyezd paraxodlarining qatnash qo'llanmasini ko'rib chiqqan edi. Qo'llanmaga har kuni Atlantik okeanda qatnab turadigan paraxod kiyimlarining vaqt jadvali xotirlangan edi. Master jiddiylashganligidan elishib qolayli dedi. Ular 45 minut vaqt sababidan Liverpoolga boradigan paraxodga ulgurmagan edi. Bu butunlay uning savalligidan bo'lgan. U aslida xo'jayiniga yordam qilish kerak edi. Ammo yo'l bo'yi oz bo'lmagan chatoq tepib, turli qiyinchiliklarni tug'dirdi. Master yo'l bo'yi yo'liqqan kelishmasliklarni, Fogapandimning qanchalik pulni ortiq xarjlaganligini esladi. G'oyat zo'r so'mlik qimor pulni yodiga oldi. Onundan sırt kishini cho'shitgidek safar xarajati qatorliqlarning hannavosi hozirla ko'liga aylanib, Fogapandim o'zil-kesil vayron bo'ldigandek qiladi. Moshilarni o'ylaganda xizmatkor o'zini qattiq qarg'adi. Biroq Fogapandim xizmatkorni qilchilikmi ayblamadi. Atlantik okeanni kesib o'tish shirkatining pristonidan ayrilguncha hamrohlarga birini eg'iz gap qildi. "Yuringlar, biz ati bir narsa deyishaydi." Fogapandim, Auda xonim, Master va rozitkichi Feks birlikda kichik kemasiga o'ltirib, Xorson daryosidan o'tdi. Ondan bir arvaga chiqib, Broadway ko'chasiga kelib, San Nikolas mehmonxonasiga tushdi.
Ular mehmonxonada yotoq ochqizib bir kechani o'tkazdi. Bu kecha Fog apandimga intayin qisqa bilinsa-mu, nihoyatda tatli uxladi. Ammo Auda xonim va qolgan ikkaylan cho'nqir g'amga petib, uyan-buyan o'rilib kechichi uxlayolmadi. Bu kecha ularga nihoyatda uzun bilinib ketdi. Ata 12 oyning 12 kuni 12 dekabr soat 7 dan boshlab 21 dekabr tushdan keyin soat 8 dan 45 minut o'tguncha jami 9 kun 13 soat 45 minut vaqt qoldi. Navada Felia Fog tunögün Konart şirketining oldingi qatordagi Junxo nomli paraxotiga ulguralgan bo'lsa, Liverpoolga yetib berib, o'z vaqtida Londonga qadam bosgan bo'ladi. Fog apandim masterga yuk taqlarni taxlab qo'yishni, Auda xonimga xabar qilib yo'lga chiqishga har vaqt tayyor turishni chekilab, o'zi yolg'iz mehmonxonadan ayrildi. U Xotson daryosining bo'yiga kelib, Pristan va daryoda to'xtatib qo'yilgan paraxot kemalar ichidan yo'lga chiqmoqchi bo'lib turgan paraxotlarni astoydil izlashga boshladi. Pristanda nurg'un paraxot yo'lga chiqish signal bayroqlarini esib qo'ygan bo'lib, tushdan burunqi toshqin ko'tarilsa, yo'lga chiqishni kutib turishyapti. Aslarlar mukammal bo'lgan New-York portida har kun yuzlagan paraxot dunyoning joy-joylariga mang'atdi. Afsus, bu paraxotlarning to'lisi yelkanli kema bo'lib, ularning hech qaysisi Fog apandimning ojdidan chiqolmaydi. Qaraganda bu arbobning oxirgi tirishchanligi mag'lub bo'lganday qiladi. Dal shu chaqda Fog apandim bir motorliq savdo paraxotining portdan bir kablitov yeralqidagi zambirak supsining oldida to'xtaganligini bayqadi. Paraxotning turg'undan isi ko'tarilayotgan bo'lib, yo'lga chiqadiganday qiladi. Fog apandim bir qiyiq chaqirdi. Qiyiq egisi paloqni tez harakatlantirib, birdamdala Henrietta nomli paraxotning yeniga yetib keldi. Bu bir to'mir qapliq, yog'och qurumliq paraxot edi. Paraxotning kapitani kemida bo'lib, Felia Fog palubaga chiqibla kapitanni chaqirdi. Ayol bo'lmayla kapitan paydo bo'ldi. Bu odam 50 yoshlar chamizdagi peshqadam dengizchi bo'lib, gap so'zi qo'pol, oson chiqish qilib bo'lmaydigandek ko'rinadi. U bastalik, bug'doy o'ng, qo'ng'irchash, holko'z kishi bo'lib, atrofdagi kishilarga ancha o'xshamaydi. Siz kapitanmi? deb so'radi Fog apandim. Shundoq, men shu. Mening ismim Felia Fog, Angliyaning London shahridan. Mening ismim Andrew Speed, Angliya Cardiffda tug'ilgan. Paraxotingiz hozir mang'amdi. 1 soatdan keyin. Paraxotingiz nega? Bordoga bordi. Paraxotga nima qachilangan? Ballast, yuk yo'q. Quruq qaytib ketdi. Paraxotda yo'lovchi bormi? Yo'q, men azalda yo'lovchi olmayman. Yo'lovchi odamni japoq soldigan ham ovar qildigan yuk. Paraxotning surati tezmi? 11-12 mil. Henrietta nomli paraxotning tanqi bor. Bizni Liverpoolga olib qo'ya olamsiz. Biz 4 odam. Liverpoolga? Men faqat Liverpoolga bormoqchi. Bormayman. Bormayman? Bormayman. Men hozir Bordoga mangman. Bordigan yerim Bordo. Qancha ko'p pul bo'lsa-mu bormamsiz? Qanchalik bo'lsa-mu bormayman. Kapitanning talaffuzi nihoyat kaskin bo'lib, maslahatlashgudek yeri qolmagandek qiladi. Biroq Henrietta nomli paraxotning egisi, dedi Felia Fog apandim. Paraxotning egisi men. Bu paraxot mening. Men paraxotingizni kira qilib Liverpoolga bormoqchi. Ijaraga bermayman. Paraxotingizni setib olay. Sotmayman. Fog apandimning qo'shimisi turilib ketdi. Qaraganda Henrietta nomli paraxotning kapitani Tankadir nomli kemaning kapitaniga o'xshamaydi. Fonisterning uning oldida o'z rolini yo'qotgandek qiladi. Shunisi darhol Atlantik okeanni kesib o'tish kerak. Havo shariga o'ltirgan taqdirdami bu vazifani tamomlay olishi notayin. Shunga cho'qim paraxotga o'tirish kerak. Fog apandim ko'niga bir ishni pukdida kapitanga aytdi. Bo'pti, meni Bordogacha elib oling. Odam olmayman. $200 bergan bilanmi bika? Har bir kishiga $2000 beray, dedi Fog apandim eg'ir besiqlik bilan. 2000? Kapitan hayronlikdan donq etib turib qoldi. Har bir kishi $2000 berdi. Sizlar necha odam? 4. Kapitan Speed xuddi bosh terisini zidi qilib o'tirgandek beshini tatlashga boshladi. Yo'l ustida odam elib $8000 tepish.
Bu onun boyi aytgan barliq yo'lovchidan bizar bo'lgan odatini o'zgartirib etishga arziydi. Yana kelib bir yo'lovchini 2000 dollarga to'shish. Buni yo'lovchi degandan ko'ra bir xil qimmatlik mol deyish loyiqroq. Men soat 9 da yo'lga chiqaman. Qolganlar ulgurib kelalamdi, deb so'radi kapitan oddiyla. Biz cho'qim dal vaqtida paraxodga chiqamiz, dedi Fog apandim oddiylik qilib. Saat 8:30 bo'ldi. Henrietta nomli paraxoddan tushib, ot arabasiga o'tirib, San Nikolas mehmonxonasiga berish. Aoda xonim, master ham uningga ro'dpaydek chopilib kelayotgan Feksni boshlab kelish qatorliqlarning hammani Fog apandim shundoq tamkin, salmoq va eg'ir besiqlik bilan o'rildi. Henrietta nomli paraxod yo'lga chiqmoqchi bo'lganda 4 odamning hammasi paraxodga chiqib bo'ldi. Master bu qadimki safarning bahosini olganda ixtiyorsiz ha deb uzun to'lib o'tdi. Razvedkachi Feks bo'lsa cho'nqur xiyolga cho'kkan edi. Bu dilo Angliya davlatlik bankini bir muncha ziyonga uchirtib, ondan oxirlashatdi. Darvaqa Fog apandim Angliyaga borguncha dengizda qaytib pul xarjlamaydi degan taqdirdami, uning yanchiqidan allaqachon 7000 fond sterlingdan o'shiq pul kamlab ketgan edi. Saat 9da Henrietta nomli paraxod Hudson daryosi eg'izidagi ko'chma moyakdan o'tib, ondan xush tumshqini aylanib o'tib dengizga chiqdi. Paraxod butun bir kun uzun orolni bo'ylab, o'tliq oroldagi moyak bilan belgilik oraliq saqlab, sharqqa qarab tezlikda yurib ketdi. İkinci kuni 13 dekabr tushda bir kapitanning o'rniga berib yo'linishni o'lchadi. Shubhisizki, ko'pchilik bu kishi cho'qim kapitan deb o'ylashi mumkin. Butunlay xato. Bu kishi dal Filia Fog apandim edi. Bu chaqda kapitan Speed allaqachon o'z bo'lmasiga solib qo'yilgan bo'lib, vaqirab elishib qoladi degan edi. Biroq buning sababi bor. Bu ish mundoq bo'lgan edi. Fog apandim oldi bilan Liverpoolga bormoqchi bo'ldi. Biroq kapitan qo'shilmadi. Keyin Bordoga berishga qo'shilgan bo'ldi. Paraxodga chiqqandan keyin 30 soat ichida Fog apandim Fonisterning hujumi qo'zg'ab, barliq matros ham parqazon ishchilarini qo'lga keltirdi. Bular aslida kapitan Speedga o'ch edi. Fog apandimning Fonisterning hujumi o'z rolini noiti yaxshi joriy qildirib, hammasi Fog apandim tarafga o'tdi. Shunda qilib, Fog apandim kapitan Speedning o'rnida safarga qo'mondonlik qildi. Kapitan bo'lsa o'z bo'lmasiga solib qo'yildi. Albatta, paraxod amdi Bordoq emas, balki Liverpoolga qarab manga edi. Fog apandimning texnikasidan uning ilgari matros bo'lganligini jazmlashtirgili bo'ladi. Bu qadimgi tavakkilchilikning oxiri qanday bo'lganligini biz keyin bilamiz. Biroq Aoda xonim bir eg'izmi gap qilmagani bilan qanchalik ham qilayotganligi o'z-o'zidan ma'lum. Feks dastlabda noiti cho'chib ketdi. Master bo'lsa bu ish noiti joyida o'rinlandi deb qaradi. Kapitan Speed bu paraxodning tezligining soatiga 11-12 dengiz mili ekanligini aytgan. O'lchash orqali paraxodning mushu suratda ketayotganligi ma'lum bo'ldi. Hozir nurg'un ehtimollik bor. Navoda avarayi nacharlashib ketmasa, sharq shamoli chiqmasa, paraxodda masala ko'rilmasa, motordan qachil chiqmasa, Henrietta nomli paraxod qelib qolgan 12 dekabrdan 21 dekabrgacha bo'lgan 9 kun vaqtda Nyu-Yorkdan Liverpoolga borgan 3000 dengiz mili musofirni jazman besib olaydi. Ammo gapning o'ziga kelsak, Angliyaga borgan amon bu banka o'g'risining Henriettani bo'lib ustilab jinoyat o'tkazganligi uchun ko'rdig'ini bor. Dastlabki bir necha kunda paraxod noiti o'ngishli yurdi. Dengizda do'lqinmi ko'p ko'rinmadi. Shamolmi sharqqa qarab chiqaverdi. Yelkanlar to'liq ko'pib, Henrietta nomli paraxod okean kezguchi paraxoddek mangdi. Xizmatkor noiti hayajonlangan bo'lib, xo'jayinining bu taktikasi bek aplik bo'lgan edi. U matroslarga noiti samimiy muomala qiladi. Ularga yaxshi gaplarni qiladi ham ularni aroq ichishga taklif qiladi. Xizmatkorning kutgan yerdan chiqish uchun matroslar ish qilganda noiti astoydil bo'ladi. Parqazon ishchilarimi to'xtamay ko'mir tashlaydi.
Masterning bundaq yaxshi muomalasi qo'zg'atquchlik rol o'ynab, barliq xodimlarning aktivjonligini eng yuqori chekka yetkazgan edi. U o'tib ketgan ishlarni, ilgirki boshqa etiqchiliklarni, xatarni tamoman unutdi. Hozir butun vujudi bilan manzilga yetishni o'ylaydi. Ba'zida Henriyettaning o'chqi uni ko'ydirayotgandek jim turolmay qoldi. Bu sodiq yigit Feksning atrofida o'ylanib, qandoqdir bir cho'nqir nima yoshiringandek nazari bilan Feksga tikilatdi. Ammo uninga hech nima demaydi. Chunki bu ikki koni do'st o'tirsida amdi so'zlashgudek gapmi qolmagan edi. Feks haqiqatan gangrabda qoldi. Henrietta nomli paraxod tortib olindi. Matroslarning hammasi setib olindi. Fogning mashg'ulot qilishi koni dengizchiga o'xshaydi. Bu bir qator g'alati ishlar razvedkachi Feksning qallasini qo'chivatdi. U har qancha o'ylabmi oxirga elib chiqolmaydi. Biroq bir nuqtani jazmlashtirishga bo'ladiki, ilgari 55 ming fond sterling pulni o'g'irlagan odam albatta bugungi kunda bir paraxodni tortib olaydi. Shunga razvedkachi Feksning ansiraydigan ishi shuki, Olmadis Fog paraxodni bulab Liverpoolga bormay qolsa, dunyoning boshqa yeriga ketib, dengiz qaroqchisi bo'lib ketadi-da, qonun sirtida mangu qechib yuradi. U buningda muvaffaqiyatni topolmaydi. Shunga Fog bilan bu kemiga chiqqanligidan amdilikda pushaymon qilishga boshladi. Kapitan Speed bo'lmasida to'xtamay varqiraydi. Master kapitanga tomoq yetkazishga mas'ul bo'ldi. Gerçi u kuchtingir bo'lsa-mu, tomoq elib borganda odatdan tashqari ehtiyot qiladi. Fog apandim bayni paraxodda kapitan yo'qdek yuraverdi. 13 dekabr paraxod Novaya Zemlya orolining yenidan o'tdi. Bu belek musofirni mengish nihoyat mushkul edi. Bo'libmi qish faslida bu yerni quyuq tuman qoplab, bo'ron ushqirtib turadi. Tönögin kechdan boshlab barometrdagi simab to'rki jiddiy tuvanlab, havo rayida o'zgarish bo'lganligini ko'rsatib berdi. Darvaqa 13 dekabr kechda havo o'zgarib, shamol sharqiy janub shamolga aylandi. Bu salqaraydigan ish emas. Paraxodning asldagi yo'linishdan chatnab ketishining oldini olish uchun Fog apandim yelkanni yig'ib, motorning kuchini oshirib, olg'a ilgarilashni aytdi. Shamol yo'linishining o'zgarishi Henrietta nomli paraxodning tezligini kamaytirdi. To'lqinlar to'lg'inib kelib, paraxodga uriladi. Paraxod gavdasi shamolga agishib tavrinadi. Bu paraxodning olg'a ilgarilishiga xili cho'ng to'salg'u paydo qildi. Shamolmo bara-bara qattiq bo'ronga aylandi. Masterning chiroyi havo rayining o'zgarishiga agishib tutilib ketdi. Amdilikda gapdan yigit ham andishiga petib, jimib ketgan edi. Biroq Fog apandim yanila boshdan oxir qaysar matroslardek dengiz bilan ilishmoqda. Eg'ir besiq bo'lib, pishqon kapitanga o'xshash tamkinlik bilan paraxodning yurishiga qo'mondonlik qilmoqda. Har qitim kuchlik to'lqin hujum qilib kelganda, Henrietta to'lqindan o'tamay qoladi-da, to'lqinning ostidan kesib o'tishga majbur bo'ladi. Paloba dengiz suyida chiliq-chiliq yo'l bo'lib ketadi. Ba'zida tog'dek egiz to'lqinlar paraxodning quyruqini egiz ko'tarib, ishtargichni suv yuziga chiqarib qo'yadi-da, piropillar quruq aylanib ketadi. Shundaqdimi paraxod olg'a qarab ketaverdi. Ammo bu qitimqi bo'ron ko'pchilikning o'ylig'indek soatlik tezligi 90 mil bo'lgan Uragan nomli bo'rondek unchalik dahshatli emas. Faqat 7 bal bo'ron. Afsus, shamol yo'linishini o'zgartmay, joylik bilan g'arbiy shimol yo'linishiga qarab chiqaverdi. Yelkan bu qarg'a kamidi. Ko'pchilikka oyon bo'g'indek paraxod yelkanning roliga nihoyat ehtiyojli edi. On 16 dekabr kuni Fog apandimning Londondan ayrilganiga 75 kun bo'ldi. Henrietta nomli paraxod garchi nachar havo rayining ta'siriga uchragan bo'lsa-mu, yanada o'ngishli yuratadi deyishga bo'ladi. New Yorkdan Liverpoolgacha bo'lgan orliqning yarmi besilib bo'ldi. Shundaqla eng mushaqqatli musofa oxirlashdi. Navoda yoz fasli bo'lganda safar vaqtini tamoman kontrol qilg'ili bo'ladi. Afsus, hozir qish vaqti bo'lg'achqa odamni bezar qilgan havo rayi har doim ko'rilib turadi. Master texnichi uni ichiga tushganicha turmoqda. Ammo uning qalbining cho'nqur qatlamida g'alaba qilish umidi bor edi. U shamol yo'linishi xato bo'lsa-mu, motor bor-ku deb o'ylaydi. Lekin shu kuni turbina xodimi palobaga kelib, Fog apandimni tepib, uning bilan jiddiy so'zlashdi.
Nim sababdan keyin Master etqusiz bir xil tuyg'uning ta'sirida oramsizlanishga boshladi. Uning qulig'ini ding tutib, ularning zodi nim deyishayotganligini bilib boqisi keldi. Shundaqdimi faqat yerim yorta anglay oldi. Xo'jayin bir narsani so'rayotdi. Deganlaringizni jazmlashtira olamsiz? Shundoq efendim. deb javob berdi turbina xodimi. Unutib qolmang. Paroqt yo'liga chiqqandan boshlab hozirgacha hamma parqazonda o't to'xtamay kuyib Bizdagi ko'mir Bordoga bag'ish yetadi. Ammo Liverpoolga yetmaydi. Ma'qul, men o'yinib boqay, dedi Fogapandim yana ilgirgidek sovuqqonlik bilan turbina xodimiga. Master shuvala tanq etib turib qoldi. Bu ishning og'irligini bilgan edi. Ko'mir tugay deb qolgan edi. U bo'lmaga kirib, bu ishni avodaga aytdi. Navoda Fogapandim bu masalani hal qila olsa, u haqiqatan bir darajadan tashqari odam hisoblanadi. Bu gapcha, dedi Fix tishlarini o'chiriltib turib. Siz rostla Liverpoolga boramiz deb qopsizda. Albatta. Hamoqat. Fix do'lisini chiqarib qo'yib ketib qoldi. Master qilcha takalluf qilmay Fixdan o'zini nimishqa hamoqat deganligini so'ramoqchi bo'ldi. U Fixning nim demoqchi ekanligini zodli bilmadi. Ko'nglida bu nasbasqor razvedkachi o'z farzidagi o'g'rini qo'g'lab yercharni bir oylinib chiqdi. Ammo hech nimaga erishmadi. Chunki bu ish uning g'ar kelib qattiq pushaymon qilyotdi deb o'yladi. Fogapandim zodi qanday qilar? Buning bir nim demakdas. U tuyuqsiz paydo bo'lgan qiyinchilik oldidimi yanla ilgirgidek tamki edi. Qaraganda u hal qilish usulini topganda qiladi. Shu kechdiki Fogapandim turbina xodimini chaqirib kelib aytdi. O'tni bo'lishiga qalab, butun surat bilan olg'a. Ko'mir kuyib tuyganda bir gap bo'lsin. Uzoq o'tmasdan Henrietta nomli paraxotning turg'undan quyuq is ko'tarilib, paraxot yana eng yuqori surat bilan ilgirlashga boshladi. Lekin 2 kundan keyin, ya'ni 18 dekabr kuni turbina xodimi Fogapandimni izlab kelib, uning ko'mirning bugun kechgacha yetmaydiganligini aytdi. O'tni ojizlatmanglar. Dal aksicha o'tni ulg'aytib, parni kuchaytinglar. Bu kuni tushga yaqin suvning chunqurligi va paraxot yo'nalishi o'lchangandan keyin Fogapandim Masterni chaqirib, uning kapitan Speedni akilishni buyurdi. Yigit bu gapni olib, o'zini xuddi yo'lbosning qapısini ochqilib mongandek his qildi. U palobidan tushib etib, "Hay, u cho'qim o'kiraydi", deb pichirildi. Darvaqa bir necha minutdan keyin kapitan Speed ochig'idan yerilg'idek bo'lib, kiyimining quyruq tarafidan vaqirab chaqirgancha chiqib keldi. "Biz hozir qayerga keldik?" Kapitan Speed darg'azabda to'xtamay bu gapni takrorlaydi. Uning yuzlari ochiqdan so'zning rangiga kirgan edi. "Biz hozir qayerga keldik deyapman? Liverpoolga 770 dengiz mili qoldi", deb javob berdi Fogapandim noiti ig'ir besiqlik bilan. "Dengiz qaroqchisi", deb vaqirdi Andrew Speed. "Sizni chaqirib kelishimdagi maqsad, apandim, bu dengiz qaroqchisi." "Apandim", dedi Philia Fogg qaytilab. "Paraxotni menga setib berishga qo'shilgan bo'lsangiz, sotmayman, uxlab tushing. Chunki men uni ko'ydirishim kerak." "Nima? Mening paraxotimni ko'ydirmoqchimi?" "Shundoq. Hech bo'lmaganda men paraxot aslalarini ko'ydiraman. Paraxoti ko'mir qamidi." "Mening paraxotimni ko'ydirmoqchi?" deb o'kirdi kapitan. U ochiqdan gapni qilolmayotdi. "Bu paraxot 50 ming dollarga yaraydi." "Bu 60 ming dollar", dedi Fogapandim so'zligach bir kallik pulni kapitanga uzdi. Kapitan Speed qaytib qoldi. 60 ming dollarni ko'rib hayajonlanmagan kishi Amerikalik hisoblanmaydi. Kapitan birdilla ochig'ini, o'zining so'lab qo'yilganligini ham bu yo'lovchiga bo'lgan barliq nafratini untidi. U bu paraxotni ishlatayotganiga 20 yil bo'lgan edi. Bu nima degan yaxshi foyda? "Bo'pti, paraxotning temir qipi menga hisob bo'lsin", dedi u noiti siliq talaffuzda Fogapandimga qarab. "Motor bilan qipi sizga tava apandim. Putishdikmi?" "Putishdik." Speed pulni elib sanab bo'lgandan keyin cho'ntagiga soldi. Bu manzarani ko'rib xizmatkor qo'rqindan chiroyi totirib ketdi. Fixmi qo'rqindan o'yinib ketishga ozliq qoldi. Fogapandim hozirgacha taxminan 20 ming fond sterling xashladi.
Yana paraxot gavdasi bilan motorni kapitanga qaltirmoqchi. Mundaqcha aytganda, paraxotni bekorga beratmoqchi. Balkim Fog buningga parvo qilmasligi mumkin. Chunki u bankadan o'g'irlagan pul 55 ming fond sterling emasmi? Fog apandim Speedning pulni yanchiqqa solganligini ko'rib, uningga dedi: "Apandim, bu ishning sizni cho'chitib o'tmasligini umid qilaman. Bilishingiz kerakki, navoda men 21 dekabr kuni soat 8 dan 45 minut o'tishdan burun Londonga yetib qolsam, 20 ming fond sterlingni quruq qolaman. Men Nyu-Yorkdan yo'lga chiqqan paraxotga ulguramadim. Yani kelib, siz meni Liverpoolga olib qo'yishni rad qildingiz." "Bu savdodan men rozi", dedi Speed rozimanlik bilan. "Chunki men oz deganda 40 ming dollar foyda olaman." Arqadan kapitan yana bir jumla to'liqlab qo'ydi: "Apandim, sizning ismingiz Fog. Kapitan Fog. Sizda Amerikaliklarga xos o'zgachilik bor ekan." Kapitan Speed xushomat qilgan bu gapni qilib bo'lib, menishga tamshaldi. Bu chaqda Phileas Fogg unga qarab dedi: "Hozir bu kiyim menga tava bo'ldimi?" "Albatta. Yuqoridan tuvangacha barliq yog'ochdan yasalgan qismi sizning bo'ldi." "Ma'qul, Kapitan Speed. Hozir barliq eshik deriza, ustal o'rindiqlarni sundirib, parqazonga qalash to'g'riliq buyruq tushiring." Shunda qilib matroslar motorning ehtiyojiga qarab bu quruq yog'ochlarni ko'ydirishga boshladi. Birinchi kuni paraxot quyruqi, ishxona, yo'lovchilar yotiqi qatoriqlarni pak-pakiz qalab tugatdi. Ikkinchi kuni 19 dekabr mashta palobadagi paloq, mashtaning zapas zapchastlari, yo'maloq lim qatoriqlarning hammasini ko'ydiribdi. Ular yelkan dramkalarini tushirib, palto bilan chepib, parchalab qolishga boshladi. Matroslar noit qizg'in ishlaydi. Master pichoq bilan kesib, har bilan harlab, o'z yolg'iz 10 odamning ishini qildi. Bu ishlarni sepi o'zidan bozg'unchilik deyishga bo'ladi. 3-kuni 20 dekabr paraxot beqini, to'sqichi taxta, paraxot gavdasining suvdan chiqib turgan qismi, palubining xeli ko'p qismi ko'ydirildi. Henrietta nomli paraxotning qo'pqoriq qepili qoldi. Halbuki bu chaqda Iroqdan Irlandiya dengiz qirg'i va Fosnedagi mayoq chirig'imi ko'rindi. Kecha soat 10da Henrietta nomli paraxot Gimstownni kesib o'tdi. Phileas Fogg apandimning Londonga berib o'lishiga faqat 24 soatli vaqt qolgan edi. Shunga paraxot butun sur'ati bilan ilgirlab Liverpoolga yetib bormasa bo'lmaydi. Ammo par yetishmay bu yuraklik mo'tivarni qiyin ahvolga qo'yotdi. "Apandim." Bu chaqda kapitan Speed eg'iz ochdi. U Fogg apandimning planiga oxiri ko'ngil bo'lishga boshlagan edi. "Men chin ko'nglimdan sizga istash qilaman. Bu ishlar zodi qo'sh bo'ladi. Biz endi texi Gimstownning sirtidagi dengiz tavalligiga keldik." "Shundaqmi? Biz ko'rayotgan mayak bar shahar Gimstownmi?" "Shundaq. Portga kira olamizmi?" 3 soat saqlaymiz. Dengiz toshqini ko'tarilganda ondan kirgili bo'ldi." "Undaqda saqlayli", dedi Phileas Fogg apandim salmoq ovozda. Uning ko'nglida yana bir qitim qosh palak bilan elish beqish xiyoli bo'lsa-mu, chiroyda hech qanday ifoda ko'rinmaydi. Gimstown Irlandiya dengiz qirg'og'idagi bir port. Amerikadan kelgan okean paraxotlari bu yerda pochta yo'llanmalarini tushirdi. Bu pochta yo'llanmalari har vaqt tayyor holatda turgan tez poyezd bilan Dublinga to'shildi. Ondan bu yerda tez yurar kema bilan Liverpoolga to'shildi. Bundaq bo'lganda dengiz transport shirkatining eng tez paraxotidanmi 12 soat boldir yetib bordi. Amerikadan kelgan pochta yo'llanmalari mashina tejab qolgan 12 soat vaqtni Phileas Fogg apandimni qo'lga keltirmoqchi bo'layotdi. Navoda u Henrietta nomli paraxot bilan mangsa, 2-kuni kechki ondan Liverpoolga boralaydi. Pochta liniyasi bilan mangsa 2-kuni tushtilib borg'ili bo'ladi. Shundaq bo'lganda kechki soat 8 dan 45 minut o'tganda Londonga yetib berish mumkinchiligi zo'r edi. Kecha soat 1da Henrietta nomli paraxot dengiz toshqiniga agishib Gimstown portiga yetib keldi. Kapitan Speed Phileas Fogg apandimning qo'lini mahkam siqdi. Fogg apandim faqat quruq jazosili qolgan paraxotning kapitani bilan xo'shlashdi. Ammo bu kapitan paraxotini yanada dastlabki bahosining yarmiga sotalaydi. 4 nafar yo'lovchi paraxotdan tushdi.
Feks shu chog'da darhol Fog apandimni qo'liga elishni o'yladi. Ammo qo'l solmadi. Nima uchun? Uning ko'nglida zodi qandoq ziddiyat bor. Ajiba u Fog apandim tarafga o'tib ketganmidi? Oxiri o'zining xato qilganligini tushunganmidi? Biroq u Fog apandimdan bir qadam neri bo'lmadi. U Fog apandimga Ovuda xonimga o'q tiyishga hali qolmagan masterga agashdi. Tong sahar bir yerimda ular Givinistonda poyizga chiqib, amdilla tong yo'rishiga ulgurib, Doblinga yetib kelishdi. Ham hayal bo'lmayla yana bir tez yurar kater Polat Mogiga o'tirdi. Bu kater to'salg'usiz ilgirlab dengiz bo'g'zidan o'talaydi. 21 dekabr tush soat 11dan 40 minut o'tganda Phileas Fogg oxiri Liverpool portiga qadam qo'ydi. Bu yerdan Londonga berishga faqat 6 soatlik vaqt ketadi. Afsus. Dal mushchaqda Feks uning yeniga kelib, mo'risiga qo'lni qo'ydi ham qo'lga elish buyrug'ini uni ko'rsatdi. Siz Phileas Fogg bo'lamsiz? Shunday qapandim. Men ayol podshohning nomi bilan sizni qo'lga olaman. Fog apandim Liverpooldagi tamojna binosining ichiga solib qo'yildi. U bu yerda bir kechani o'tkazib, adi Londonga yallab elib beriladi. Feks Fog apandimni qo'lga elayotgan chog'da master etilib berib, Feks bilan elishmoqchi bo'ldi. Shu an bir necha soqchi kelib, masterni tortib elib ketdi. Ovoda to'yuqsiz yuz bergan qabohatli ishlardan nima bo'lganligini bilmay g'angrab qoldi. Master uninga ahvolni aytib berdi. U har qancha qilibmi Fog apandimdek durust, mard, qaysar, shafqatchining to'yuqsiz banka o'g'riga aylangan jinoyatchi qatorida qo'lga ilinganligini tushunmayotdi. Yosh ayol bu bo'xtonga qattiq e'tiroz bildirdi. G'azablandi. Bu ishlarga o'zining qudrati yetmaydiganligini to'ygan chog'da ko'z yoshlari ixtiyorsiz yuzni ho'l qilyapti. Feksga kelsak, uning Fogni qo'lga elishi tamoman uning burchi. Mushunda qilmay bo'lmaydi. Biroq Fogning zodi jinoyati bormi yo'q? Buningga sudla qaror qila oladi. Bu chog'da master tuyuqsiz bir narsani yodiga oldi. Ya'ni u o'zi hozirgi barliq baxtsizlikning tub yiltisi bo'lib qolgan edi. Men zodi nima uchun Fog apandimdan Feksning salohiyatini yushirib keldim. Feks menga o'z salohiyati ham vazifasini aytganda, men nima uchun xo'jayinimni xabarlantirmadim. Navoda Fog apandim baldurla Feksning salohiyatini bilgan bo'lsa, jazman paket ko'rsatib, o'z salohiyatini isbotlagan ham o'qishmaslikni tugatgan bo'ladi. Qandaqlı bo'lmasin, u hargiz bu nasbosqir Feksga vakolatan komandirovka ham safar xarajati to'lmagan. Birlashma podshohlik ziminiga qadam besishga uningga tutilib bermagan bo'ladi. Bechora yigit o'zining xatoligi ham beparvoligini o'ylaganda pushaymondan jini chiqudek bo'lib ketdi. U yosh to'kdi. Cheksiz qayg'urdi. Tamg'a ustibla o'lib og'iz kelib ketdi. U Ovoda xonim bilan birga so'g'uq qarmay Fog apandimni qayta ko'rishni orzu qilib, tamojna binosining koridorida turadi. Endi bu mo'tvar butunlay tugashgan edi. U muvaffaqiyat qozonay deb turganda barbod bo'ldi. Bu qitim yuz bergan ish uni qaytarib olib bo'lmaydigan darajada ziyonga uchratdi. Fog apandim to'yuqsiz yuz bergan bu ishdan g'angrab qoldi. U 21 oktyabr soat 11da Liverpoolga yetib kelgan edi. Kech soat 8dan 45 minut o'tganda Londondagi isloh klubi qaytib berilishga yana Kankushada 9 soat 45 minut vaqt bor edi. Halbuki bu yerdan poyezdga o'tirib Londonga berish uchun faqat 6 soatlik vaqt ketadi. Bu chog'da Liverpool tamojna binosining ichiga kimni kirsa Fog apandimning medir sedir qilmasdan bir o'rindiqda o'tirganligini ko'radi. Qiyofatidan ozroqmi tutilganligini ko'rgili bo'lmaydi. Garchi uni taqdirga bo'ysundi degili bo'lsa-mu, lekin odatdan tashqari bu zarba uni qilchilik sarosimiga solamagandek qiladi. Hech bo'lmaganda sirqi ifodasidan bo'lsa-mu shundoq. Ajiba u jazman g'alaba qilaman deb o'ylayotganmidi? Nimani saqlayotgandi? Hozirmi irodasini yo'qotmay, so'loqlik ahvoldimi o'z safarini g'albalik tamomlashni o'ylayotganmidi? Qandaqlı bo'lmasin, u soatini ustalga qo'yib, diqqatini qattiq markazlashtirib, soat istiralkisining sekund-sekunddan surilayotganligiga tikilgan edi. U gap qilmaydi. Soatga tikilib, jimjit o'tiradi.
Qisqasi, uning hozirgi ahvoli nihoyat o'sal edi. Navada Fogning ichki dunyosiga yoshiringan muddasini faraz qilib bo'lmasa, bu xil ahvol sizni tövandikidek xulosaga keltirdi. Fog apandim Navada durust odam bo'lsa, undaqda u hozir tamoman vayron bo'ldi. Navada u bir o'g'ri bo'lsa, u hozir tutildi. U qechib ketishni o'ylayotgandi. Uydan qechib chiqadigan yo'chiq izlayotgandi. U qocharmi? Kishilar balki bunda qiyos qilishi mumkin. U uyda bir mahal turdi. Biroq eshik taqoq. Derazaga temir reshatga bekitilgan bo'g'ishqa qechishga ko'zi yetmay, yana joyiga qaytib o'ltirdi. Fog apandim hamyondan safar plan jadvalini chiqardi. Ustidagi eng oxirgi qurg'a 21 dekabr shanba kuni Liverpoolga yetib kelish yozilgan edi. U qalamini chiqarib oxirga yana bir qurni qo'shdi. Tushdan burun soat 11:40 minut. Safarning 80-kuni. Tamoshni binosining soati birga dong urdi. Fog apandim soatini selishtirib, o'z soatining 2 minut tez ketganligini bayqadi. Birdamdan keyin tamoshni binosining soat qo'ng'irqi 2 qitim urildi. Navada hozir Fog apandim tez poyizga o'ltirsa, u soat 8:45 minut o'tkicha Londonga kelib isloh klubiga boralaydi. U asta qo'shimimizni turib qo'ydi. Soat 2:33 minut o'tganda sirtdan varanchining ovozi ham eshikning ochilgan ovozi anglandi. Bu ovozlarning ichida Masterning ovozi bor edi. Arqidilla Fog apandim Fixning ovozini oldi. Uning ko'zlari to'yuqsiz chaqnab ketdi. Eshik ochildi. Fog apandim Aoda xonim, Master va Fixning o'ziga qarab yugurib kelayotganligini ko'rdi. Fix yuguraverib nafsi yetishmay qolgan edi. U Fog apandimni ko'rib duduqligini chetdi. Apandim, kechiring. Bir o'g'ri sizga bak o'xshab ketdi ekan. U 3 kun burun tutilibdi. Sizga hech yo'q. Fog apandim erkinlikka chiqdi. U Fixga yaqin berib, uning ko'zlariga mixdak tikildi. Ondan noiti tezlik bilan ikki belikini kaniga yondirib, nasbosqur razvedkachining yuziga kelishtirib, ikki mush urdi. Ha, qaltis! Deb vaqirdi Master. Ondan u o'zining fransiyalik bo'lganiga qaramay, noiti kinoya bir gapni qildi. Ko'rdingmi? Mana bu mashhur angliyacha mushlishma arti. Pek qaltis. Fix zarbidan kaniga uchib ketdi. Bir eg'izmi gap qilmadi. Bu uning o'zining sho'ri edi. Fog apandim, Master, Aoda xonim uchsi tamoshnidan ayrilib paytonga o'ltirib, bir necha minutdan keyin Liverpool vokzaliga yetib keldi. Fog apandim hozirla Londonga mangadigan poyezdning bor yo'qligini surishtirdi. Bu chog'da soat 2:40 minut o'tgan edi. Tez poyezd 35 minut burunla yo'lga chiqqan edi. Fog apandim maxsus poyezd ijaraga olmoqchi bo'ldi. Bekatda sur'atli tez bir necha poyezd to'xtatilgan bo'lsa-mu, Temir yo'l belgilemesiga asosan soat 3dan ilgari maxsus poyezdning menishiga yo'l qo'yilmaydi. Soat 3da Fog apandim bilan shoför bir necha eg'iz so'zlashdi. Ham shoförga bir muncha mukofot puli berdi. Fog apandim Aoda xonim va sodiq xizmatkorini boshlab, poyezdga o'ltirib Londonga qarab uchqandek yurib ketdi. Poyezd cho'qim 5,5 soat vaqt ichida bu musofani tamomlab bo'lishi kerak edi. Yo'lda bir ish bo'lmasa, mushundoq tezlikni saqlaganda bu vaqt ichida Londonga yetib berishdan umid bor edi. Ammo qerishgandek bir qism jiddiy ishlar chiqib turdi. Poyezd Londonga yetib borganda Londondagi barliq soatning istirilgisi 8:50 minutni ko'rsatib turadi. Fog apandim hech qanday xavf-xatarga qaramay yer sharini oylanish safarini tamomladi. Afsus, vaqtga qarshi u 5 minut kechikib qoldi. U yengilgan edi. Navada presi 2-chi kuni Silver ko'chasining aholisiga Fog apandimning qaytib kelganligini aytsa, ular cho'qim eg'izlarini echib hayron qoladi. Chunki uyning eshik derazalari ilgirgidekla him etilgan. Sirtdan qaraganda hech qanday o'zgarishni ko'rgili bo'lmaydi. Amaliyotda William Fog apandim vokzaldan chiqib, Masterga ozroq yeydigan narsa setib olishni aytgandan keyin Aoda xonim bilan uyga qaytib kelgan edi. Fog apandim bu qitim zo'r zarbaga uchirgan bo'lsa-mu, uning kayfiyati yanada ilgirgidekla turaqli edi. U o'zil kesil tugashdi.
bu qapoqbosh razvedkachining gunohi. Fog apandim bu qitimqi uzun safarda nurg'un to'solg'ularni supurib tashlab, boshqalar yengish tas bo'lgan qiyinchiliklarni yengib, yo'l bo'yi qo'lidan kelishicha boshqalarga yaxshilik qilib, salmoq qadam bilan olg'a ilgirildi. Halbuki g'alba qilishga ozlik qilganda bu tuyuqsiz balo qazoga yo'liqib, qaytarib olg'ili bo'lmaydigan yomon oqibat keltirildi. Bu nima degan qo'rqinchliq. Fog apandim Londondan ayrilgan chog'da nurg'un pul elib olgan bo'lib, hozir faqat oz qismini qoldi. Onun qolgan barliq boyliqi faqat Barin Akuflar bankisidagi 20 ming funt sterling puli edi. Mana hamdi bu pulmu isloh klubidagi ulbatlarga tava bo'lib ketdi. Safarda shuncha ko'p pul xarjladi. Navoda bu qimarda yangan taqdirdimi u pul utanmagan bo'ladi. Fog apanimning bu qitimqi do'ti kishi hargiz pul uchun emas, balki shon-sharaf uchun. Chunki Fog apandim shuncha ko'p pul xarjlab yangan taqdirdimi pul utgan hisoblanmaydi. Ammo hozir u o'zil kesil vayron bo'ldi. Yana kelib bu arbobning taqdirimi belgilanib qoldi. U buningdan keyingi ishlarni qanday bartaraf qilish kerakligini obdan biladi. Avuda Fog apandim ko'rsatib bergan hujurga o'rinlashdi. U Fog apandimdan pek andish qildi. Chunki Fog apandimning gap o'ramidan uning noiti azobliq bir planni o'ylayotganligini belgili bo'ladi. Amaliyotda bizga ma'lum bo'lgandek, tabiiy yolg'izchilikni xohlaydigan mundaq joyil Angliyalik ilojsiz qolsa bir echinishlik chiqish yo'lini tanlaydi. Shunga master sirqi qiyofatidan hech bo'lmagandek yursimu, ammo har vaqt xo'jayiniga diqqat qilib kelayotdi. Master hujursiga qaytib kirib, uda 80 kun ko'ygan heriqi gazni etibdi. U xat sandiqidan gaz shirkati avatgan bir parcha pul topshirish uqtirishini qo'liga elibla o'zi to'laydigan bu chiqimni darhol to'xtatish xiyoliga kelgan edi. Bir kecha o'tdi. Fog apandim ilgirkidekla o'z o'rnida yetdi. Biroq uxlay oldimi yo'q, buni bir nim degil bo'lmaydi. Qisqasi, master bilan Avuda xonim uxlayolmadi. Master bir kelishmaslik bo'lib qolishdan ansirab, bayni ishtiga o'xshash butun kecha Fog apandimning hujursi oldida tunadi. Ikkinchi kuni Fog apandim masterni chaqirib Avudaga tushlik qiza tayyorlab berishni aytdi. O'ziga faqat bir stakan choy bilan bir parcha polka buyurdi. Avuda xonim Fog apandimning tushlik tomoqda hamroh bo'lmaganligidan og'rimadi. Chunki u barliq vaqtni keyingi bir qism ishlarni qandoq bartaraf qilishga sarf qilyotdi. Bütün bir kun pastga tushmadi. Ammo kechda Avuda bilan so'zlashgisi borligini aytdi. Master xo'jayinning topilishi bo'yicha bir kunlik kun tartibini o'rinlashtirib qo'ydi. U chiroyidan bir ifodani mangu sezgili bo'lmaydigan bu odamga qarag'anicha uning yenidan ayrilg'usi kelmadi. Bu qitimqi o'rnini to'ldirg'usiz ziyon masterni qattiq azoblaydi. Xo'rliq his qiladi. To'xtamay o'zini ayblaydi. Navoda Fekisning suiqasdini Fog apandimga aytgan bo'lsa, oldin bishorat bergan bo'lsa, Fog apandim Fekisni hargiz Liverpoolga elib kelmagan bo'ladi. Keyindagi ishlarmi yuz bermagan bo'ladi. Master bu azoblarga bardoshlik bermadi. Xo'jayin, meni tillang. Bularning hammasi meni xatoliqim. Men hech kimdan og'rinmayman, dedi Fog apandim yanada salmoqlik bilan. Berib, ishingizni qilavering. Xizmatkor azoblangan holda Fog apandimning hujurasidan chiqib, Avudaning yeniga keldi. Ham u Fog apandimning maqsadini uningga yetkazdi. Xonim, hozir men amalsiz. Balkim siz Fog apandimning kayfiyatiga ta'sir ko'rsatib kelishingiz mumkin. Men Fog apandimga ta'sir ko'rsatamanmi? dedi Avuda taqatsizlik bilan. Men uningdan intayin minnatdor. Bilamsiz, u mening qalbimni tushunami? Do'stim, siz darhol uning yeniga qayting. Uningdan birdammi ayrilmang. Siz uni kechda men bilan so'zlashmoqchi edingizmi? Shunda xonim, meningcha Angliyada sizga yordam qilishni deysiz kerak. Bo'ladi, dedi Avuda. U cho'nqir xiyolga cho'kkan edi. Sevir ko'chasidagi mazkur g'oroda bu yakshanba odam yo'qdek, mana mushundoq jimjit o'tdi. Parlament binosining soat munori ustidagi cho'ng soat 11:30 da dong urgan chog'da Philia Fogg isloh klubiga qarab mangmadi. U uning mush qo'rig'i ko'chib kelgandan buyanqi tunji qitimliqi edi. Bu arbob yana isloh klubiga berib nim qildi. Uning hamrohlari endi uni saqlamaydi. Chunki tunogin shanba.
taqdirni belgilaydigan bu kuni 21 dekabr soat 8:45 minut o'tganda Philia Fogg isloh klubiga yetib boramidi. U qimarda uturdi. Uning Barin Akfukalar bankasiga berib 20 ming fond sterling pulni elib berishmi behojat. Do'y tikishgan hamrohlarining qo'lida imzoliq chek bor. Ular Barin Akfukalar bankasiga berib, faqat oddiy o'tkazib olish rasmiyatini bejirsla 20 ming fond sterling ularning hisobotiga og'dirildi. Shunga Fogg apandimning sirtqa chiqishi hojatsiz ham uydinmi chiqmadi. U o'z ujursiga bekinib olib, narsa keraklarni ratladi. Master butun binoning ichida yuqur-tovan yugurib chiqdi. U xo'jayinining ishki oldiga berib tinchaytdi. Ochiq soldigan yo'chiqdan marabni baqatdi. U bularni mening mas'uliyatim deb bildi. Bira ish bo'lib qolmasin deb ansirdi. Dakki-dakki yurdi. Ba'zida u fiksni xiyoliga keltirdi. Kallisda unuga bo'lgan ko'z qarashi ancha-muncha o'zgardi. Fiksning Philia Fogg apandimga agishib kelib, oxirida uni qo'liga elishi tamoman Fiksning burchi. Ammo Master o'zchi. Bularni o'ylaganda azobdan puchilnatdi. O'zini dunyodagi birinchi darajalik xumpardek his qiladi. U vaqtning buncha osti o'tayotganligini azaldan his qilmagan edi. U yarim kunni nihoyat mushaqqatda o'tkazdi. Oxir Master mundoq turaversa, bak azobli bo'lganligini bilib, Avoda xonimning ishkini chekdi. U hujraga kirib, bir bo'londa untinsiz sukutga cho'mgan holda o'tirgan yosh ayolni ko'rdi. Kech soat 7:30 atrofida Fogg apandim Masterni Avoda xonimning o'zi bilan ko'rishkisi bor yo'qligini so'rab beqishga vatdi. Uzoq o'tmay uyda yosh ayol bilan Fogg apandim ikkisi qoldi. Fogg apandim Tommashning yonida o'tirib Avoda xonimga yuzlandi. Uning chiroyidan qilchilik o'duqish alomatlari ko'rinmaydi. Hozirgi Fogg bilan yo'lga chiqish oldidagi Fogg apandimning qilchi farqi yo'q bo'lib, o'xshashli salmoq, eg'ir besiq, tamkin ko'rinadi. U 5 minutgacha hech nima demadi. Oxiri beshini ko'tarib Avodaga qarab dedi. "Xonim, sizni Angliyaga elib kelganligimni afu qilamsiz?" Men Fogg apandim. Avoda hayajonini oram besib turib javob berdi. "Gapimni qila olay," dedi Fogg apandim so'zni davom qilib. "Sizni eliqi intayin xatarlik joydan qutuldirib chiqqan vaqtda men nihoyat boy kishi edim. Shu chog'da bir qism mol-mulkimni sizga bo'lib berishni o'ylashqa edim. Shundaqda sizning turmushingiz nihoyat xotirjam, baxtli o'tadi. Afsus, men hozir xonavayron bo'ldim." Buni bilaman Fogg apandim. dedi yosh ayol. Hozir so'rashni o'tayman keldi. Yo'l bo'yi sizga aytishvaganligimni afu qilamsiz. Kim biladi, balki mush sabab bilan kechikib qolib, mushundaq peshkanlikka uchirgan bo'lishingiz mumkin. "Xonim, siz Hindistonda qolsangiz bo'lmaydi. Yiroq ketsangiz, eliqi asabiy kishilar sizni tirik qo'ymaydi. Bexatarligingizmi kapolatga ega bo'lmaydi." Bu gapcha Fogg apandim. dedi Avoda xonim yana. Siz meni qo'rqinchli halokatdan qutuldirib qolmay, balki yana chet elda xotirjam yashasin deb o'ylabsiz, shundaqmi? Shundaq xonim. Biroq mening ahvolimda foydasiz o'zgarish bo'ldi. Shundaqdimi hozir mening ozroq pulim eshib qoldi. Buni sizning turmushingizni o'rlashtirish uchun ishlatishimga ruxsat qiling. Biroq Fogg apandim, siz qanday qilsiz? deb so'rdi Avoda xonim. "Men," dedi bu mo'tivar sovuqqonlik bilan. "Menga hech nima kerak emas." Fogg apandim, siz keyingi taqdiringizni qanday o'rinlashtirasiz? "Qandaqli bo'lsa mayli," deb javob berdi Fogg apandim. Qandaqli bo'lmasin, sizning do'stlaringiz, dedi Avoda xonim. "Mening birmi do'stim yo'q xonim. ota-onangiz?" Ota-onam yo'q." Fogg apandim, men rostla siz uchun azoblanyapman. Chunki yolg'izlik bakla azob. Ajiba siz birami yurakning azobingizni tang tortib berishni xohlamamsiz? Kishilar doim ikki yurak birlashsa, jafoga bardoshlik bagil bo'ldi deyishidi. "Shundaq. Kishilar mushundaq deyishidi xonim." Fogg apandim, dedi Avoda o'rnidan turg'ach qo'lini Fogg apandimga so'zib. "Do'stingiz, tuqqaningiz bo'lishimni xohlamsiz? Ayolingiz bo'lib, bu kunlarni siz bilan tang o'tkazishimni xohlamsiz?" Bu gapni anglab Fogg apandim ixtiyorsiz o'rnidan turdi. Uning ko'zlarida ilgirkiga o'xshamaydigan nur chaqnaydi. Uning lavlari qimirlab, oliy janoblarda bo'lishga tegishlik mehribonlik nazari bilan Avodaga tikildi. Shafqatchisini qutqizish uchun o'zining borlig'ini atashga jur'at qilayotgan oliy fazilatlik bu ayolning ko'zlaridan samimiylik,
saptıllık, qat'iylik ham mehribonlik nurlari yig'ib turadi. Dastlabda Fog apandim qattiq hayron qoldi. Uning qalbi larzi keldi. U bu nurdan o'zini qochirmoqchi bo'lgandek ko'zlarini birdam yumib qayta ochdi. Ondan oddiylik qilib dedi: "Men sizni suyman. Rost. Men hammalarning oldida sizni suydiganligimni aytishni xohlayman. Men butunlay sizga mansub." Menmi shu? dedi Avoda xonim o'zini aram besilib hayajon yelkida. Bu chog'da Master hujurdagi qo'ng'iroqning ovozini oldi. U Fog apandimning hujursiga yugurib kirib, Fog apandimning Avodaning qo'lini mahkam tutib turganligini, chiroyda baxt shodligi aks etganligini ko'rdi. U hammani tushundi. Uning yuzlari qizarib paqirab ketdi. Fog apandim uningga berib, Virsondan hozir kech bo'lib ketgan ketmaganligini uqib kelishini aytdi. Master yeni kulimsirab dedi: Azaldan kech bo'lib ketdi deydigan ish yo'q apandim. Bu chog'da soat 8dan 5 minut o'tgan edi. Undaq bo'lsa, erta dushanba kuniga bekitaylik, dedi Master. Ata dushanba kuni bo'lamdi, dedi Fog apandim Avodaga qarab. Bo'ladi. Ata dushanba kuni bo'lsin, dedi Avoda javoban. Master ushqandek yugurib chiqib ketdi. 17 dekabr Angliya Davlatlik bankasiga o'g'irlikqa tushgan James Stant ismli haqiqiy o'g'ri Edinburgda qo'lga tushdi. Bu xabar tarqalgandan keyin Birlashma podshohlikda qanday ta'sir qo'zg'aganligini so'zlab o'taylik. Texi 3 kun ilgirla Philia Fogg soqchilar nazorat qilayotgan jinoyatchi edi. Hamda ismi jismiga loyiq mo'tavarga aylandi. Shunaqla qoidaga uyg'un kelmaydigan yer sharini o'ylanish safarini tamomladi. Gezitlar to'xtamay bu ishlarni bas-basda xabar qildi. Mamlakatning hamma yerida bu ish qizg'in bas munozir qo'zg'adi. Ilgari uning sayohatining mag'lubiyati uchun do'd tikishgan kishilar bu ishlarni allaqachon butunlay unutib ketay deb qolgan edi. Ammo hozir qaytadan munozirga tushdi. Barliq do'd tikishlar qaytadan hayoti kuchga ega bo'lib, qimar kelishimi jonlanib ketdi. Yana kelib shuni ko'rsatib o'tish kerakki, do'd tikishning so'misi texmi cho'ngib ketdi. Fogpeyi yana talishib setib olgan paychekiga aylandi. Fog apandimning isloh klubidagi heliqi 5 nafar do'stining bu 3 kunni o'tkazmigi osonga to'xtamadi. Ular allaqachon Philia Foggni yodidan chiqarib o'tgan edi. Mana u yana qaytadan ularning oldida paydo bo'ldi. U zodi qayerda? 17 dekabr James Stant qo'lga elingan kuni Philia Foggning ketganiga 76 kun bo'lsa-mu, hozirgacha hech qanday uchar kelmagan edi. U o'ldimi yoki yengilganiga tanbadimi? Yoki deyishgan liniya bo'yicha davomli ilgirlayotamdi. 21 dekabr shanba kuni kech soat 8dan 45 minut o'tganda isloh klubining zalida paydo bo'lamdi. Bu 3 kunda Angliya yuqori qatimidagi bu bir top kishining kunlarni qanchalik dakidukida o'tkazganligini til bilan tasvirlash qiyin. Ba'zilar Amerika va Osiyo qit'asiga telegramma yo'llab Philia Foggning izdirkini qildi. Ba'zilar texi maxsus odam avatib Severkotsidagi heliqi uyni nazorat ostiga oldi. Biroq hech qanday ushurga erishamadi. Soqchi tarafmi heliqi yolg'on o'g'irga quruqdan-quruq avora bo'lib yurgan razvedkachi Fexning qayerga ketganligini bilmaydi. Shundaqdimi Philia Foggning qutish uttirish to'g'risidagi qimorining so'misi hadab o'sishga boshladi. Philia Fogg bayni bir bayga etiga o'xshash eng oxirgi bir oylamada yugurayotdi. Fogpeyi ilgirki birga 100 ni setishdan o'rlab, birga 20, birga 5 ni setishga o'tdi. Palash qeyri Ser Albemaril bo'lsa, birga 1 ni setib oldi. Shunga shanba kuni kechda Palmal ko'chisi va qo'shni ko'chalardagi kishilar xuddi barliq pay vositachilarining hammasi isloh klubining qarorgoh qurgandek ko'chaga to'plandi. Qatnashma to'silib ketdi. Kishilar bas munozir qilishadi, to'lishatdi. Xuddi boshqa Angliya paylarini elib sotgandek Fogpeyining bahosini to'lishadi. Soqchilar butun kuchini ishga selib, oran deganda tartibni saqlab turdi. Philia Foggning kelish vaqtining yiqilishiga agishib, kishilarning qanchalik jiddiylashganligini, hayajonlanganligini tasavvur qilmoq tas. Shu kuni kechdagi Fogg apandimning 5 nafar hamroyi 3 dan burun soat 9 dan boshlabla isloh klubining cho'ng zaliga yig'ildi. 2 nafar bankier, injener Andrew Stuart, Angliya Davlatlik bankining mudiriyat boshlig'i Gidoyer Ralph
ham pivo savdogari Thomas Filanganning hammasi ansizlik ichida Philia Fogg'ni kutishga boshladi. Soat strelkasi 8 dan 25 minutni ko'rsatganda injener Stuart o'rnidan turdi. Apandilar, yana 20 minut o'tsa, Fogg apandi bilan kelishgan vaqt to'shidi. Liverpooldan kelgan eng oxirgi qitimliq poyezd qachon keldi? Dedi pivo savdogari Filanganmo o'rnidan turib. Soat 7dan 23 minut o'tganda. Dedi Gedoy Ralph javoban. Keyingi qitimliqi 0dan 10 minut o'tganda keldi. Ma'qul. Dedi Stuart sal hayajonlanib. Navoda Fogg apandim soat 7ning poyezdiga o'ltirgan bo'lsa, bu yerga baldirlik kelib qolgan bo'ladi. Men hozir shundoq deyalaymanki, biz yandoq. Bundoq baldir yakun chiqamayli. Dedi banker Samuel Valentin. Sizlarga ayon, bizning bu do'stimiz dunyodagi eng g'alit kishi. U noiti dal vaqtida ish qilgan odam. U odatda kechikmaydi, ham baldirmi kelmaydi. Navoda u eng oxirgi 1 minutda zalga kirsimi, men hayron qolmayman. Hay, ammo men dedi nervisi ziyoda sezgirlashib ketgan Andrew Stuart. Men bunga ishonmayman. Qani ko'ramiz. Demismi, dedi Thomas Filangan. Philia Fogg'ning plani chekdan eshib ketgan. U qandoqli to'g'ri hisoblasin vaqtni keyinga suradigan turli ishlarni to'siy olmaydi. Navoda 2-3 kun xatolik ko'rsizlar, uning planiga tamoman xavf yetkazadi. Yana kelib sizlar diqqat qilgan bo'lishinglar mumkin. Dedi John Sullivan to'liqlab. Biz bu hamrohimiz to'g'risida hech qanday uchurga erisha olmadik. Telegraf idorasi hamma yerda bog'u. Hay, u yengildi. Dedi Stuart o'ziga qat'iy ishongan holda. U 100% yengildi. Yani kelib u o'z vaqtida Liverpoolga kelmoqchi bo'lsa, Nyu-Yorkdan yo'lga chiqqan birdan-bir okean kezar paraxod, Junxo nomli paraxodga o'ldirish kerak edi. Bu paraxod tunogin keldi, ammo suv transporti gazeti e'lon qilgan yo'lovchilarning tizimligi bu yerda. Uning ichida Fogg'ning ismi yo'q. Do'stimizning taliyi har qancha o'ng bo'lsa-mu, u hozir Amerika qit'asida. Farzimcha, u deyishgan vaqtdan 20 kun kechikib keldi. Heliqi Sir Albemarlening 5000 fond sterlingi ko'pikka aylangan bo'ldi. Ko'rinib turibdi, dedi Gedoy Ralph javoban. Ati biz faqat Fogg apandimning chekini Baron bankasiga topshirsaqla ish bitadi. Bu chaqda zaldagi soat 8:40 minut o'tganligini bildirib turadi. Ha, yana 5 minut qoldi, dedi Stuart. 5 hamrohi bir-biriga qarashdi. Ko'pchilik ularning yurak so'qishining tezlashib ketganligiga ishonadi. Chunki qimar shaxlari uchun bu qitimga do't kishish kichik hisoblanmaydi. Shunisi ular hech qanday ifoda bildirishni xohlamaydi. Samuel Valentin taklifga asosan qarti shirasiga kelib o'ltirdi. Menga biri 3999 fond sterling basimi 4000 fond sterlingni qimardan hargiz kechmayman, dedi Stuart o'rindiqqa kelib o'ltirgach. Bu chaqda soat istirlikisi 8:42 minutni ko'rsatdi.